Mana zakaz pritsepimiz ketyapti. Nishon tumanidan zakaz beruvdilar. Kimga mana shunaqa sifatli pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Murojaat uchun telefonlarimiz mana 99 577 46 46. Aka, pritsep ma'qul bo'ldimi? Ma'qul aka. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Necha kun oldin zakaz berdingiz? 3 kunga muhlat oldingiz, 2,5 kunda chiqarib Rahmat. Aytganingizdek, ukangiz ham aytdi. Vobshe ko'ngliga o'tirdi, vobshe zo'r deyapti. Sizga ham ma'qul bo'ldimi? Ma'qul. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Bemalol kelib, murojaat qilaversinlar. Mana hurmatli yurtdoshlar, zo'r pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib 2,5 kunda tayyor bo'ldi. Zakazga qilingan, juda mutaxassis suvarkachi ustalarimiz qilgan, Qantashkada ishlangan. 10 yil bo'ldi pritsep ishlab chiqaramiz. Mana 1 tonna 600 zamoqlardan qilingan. Mana bu yerda hozir Damozga toqilyapti. Bugungi sanamiz 2026-yil 14-aprel sanasida mana ikkita pritsepimiz topshirildi. Buni ko'chadan kelib xarid qildilar. Pritsep ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida 99 577 46 46 nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Har xil turda pritseplarimiz tayyorlari ham bor. Zakaz asosida ham tayyorlab beramiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan zakaz navbatdagi pritsepni sotildi. Do'stim, qaysi tumandan? Koson tumanidanman. Koson tumanidan. Pritsep ma'qul bo'ldimi? Koson ma'qul bo'lgan. Kecha aytib ketdik. Xudo xolasa kecha zarur berib hujjatlarni qilib qo'ydik. Mana bu hujjat 10 kun ichida joyiga borasiz. Nomer pasportni olasiz. Xohlasangiz bugun borishingiz mumkin. Xohlasangiz 10 kun ichida olasiz. Qana bizning hurmatli obunachilarimizga qanaqa bir tavsiyalaringiz bormi? Boshqa yerlarda ham ko'rdingizmi? Pritsep ma'qul bo'ldimi? Yo'q. Bir o'g'aynimiz bordi, shu joyda tavsiya beruvdi, birdan kelib olyapmiz. Oldin olgan ekan, baraka topgan ekan. Xudo xolasa bizdan ham baraka topaylik deb keldik shu yerga. Ishonib. Xudo xolasa pritsepni olishni tavsiya qilamiz. Bitta labo olamiz deb turdik, shuni o'rniga endi pritsep. Laboni ko'pchilik olyapti-da. Laboni olgan 95 millionga oladi. Uni yana gaz qo'yadi, 110 millionlarga aylanib ketadi. Bundan ko'ra masalan 10 millionga bitta pritsep olsa, luboy payti yechib qo'yasiz, yana toqib ketaverasiz. Saloningiz ham toza turadi. Yana bitta laboni ishini bemalol bajaradi. Bu labodan 15 santimetrga uzun, 10 santimetrga eni 50 roq bo'ladi-da. Xudo xolasa hammaga tavsiya qilamiz. Tomosha 10 kun ichida borib nomer pasport olasiz. Doktor, katta rahmat. Sog' bo'linglar. Sog'likda uchrashguncha barakasini bersin, baraka top. Ketaveraylikmi? Mayli. Sog' bo'ling.